X Media jamoasi bilan ishlayotganimga 15 kun bo'libdi bugun, roppa rosa. Lekin natija vashi zo'r. Men kutganimdan ham a'lo darajada. Bu maqtash emas, o'zi aytmayman hali beri deyotgan edim, lekin haqiqatan bolalarga rahmat kattakon. Hammasi zo'r ishlashdi. Hozirda men birinchi bilan ishlayotgan vaqtimda profilimda 15 kun ichida qaranglar. Profilimda 20 mingta obunachim bor edi. Hozirgi vaqtda bilasizlarmi nechta? 45 mingta подписчикам bor. Bu вообще нереальный. Ishonib bo'lmaydigan darajada. Sizlar bilan ishlashimdan oldin aytgan edim. SMS-larga o'zim javob beraman, hamma narsaga o'zim javob beraman deb ulgurasizmi degan edinglar. Ulguraman, nima ulgurmayman degan edim. Hamma profillarimga o'zim javob beraman. Telegramga ham, WhatsAppga ham, Instagramga ham deb o'ylagan edim. Faqat o'ylagan ekanman. Hozirgi vaqtda ulgurmayapman. Tushunasizlarmi? Ham ishlayapman klientlar bilan. Oxiri majbur bo'ldim hozir telefonimga qarashga, boshqa qiz olishga. O'zi har kuni kundan kunga kosmetologiyalar oshyapti. Ishlayotganlarni kuzatyapman X Mediada. Har kuni oshyapti, bir qizg'anib ham qo'yaman. Mana ishim qanaqa bo'lar ekan, bular shuncha klienti bor deyman. Juda ham zo'r. Kosmetologiyani zo'r yoritib beryapsizlar. Olib chiqib beryapsizlar zo'r darajaga. X Media 2026 shu hamma kosmetologlar sizlarda bo'lsa kerak. Zo'r, o'sha zo'r. Amerikada ham bor ekansizlar. Hamma davlatlarda o'sha bor X Media. Qatta X Media desam, o'sha yerda hamma "Vau, X Mediada ishlayapsizmi?" deyshadi. Obro. O'sha zo'r, nominglar juda ulug'. Juda ulug'.